Yo, hammaga assalomu alaykum. Free Fire qandaysizlar? Yaxshimisizlar? Bugungi videoda biz o'qlar Kibir Rating katkasida Kibir Rating katkasini o'ynaymiz do'stlar. Biz bugun inshaalloh do'stlar biz Xudo xohlasa do'stlar buni tugatib tashlashimiz kerak do'stlar. Bugungi videoda sizlar bilan birgalikda tugatib tashlashga qaror qildim do'stlar. Mana buni polnipsi tugatib tashlashimiz kerak bugun. Mana shularni olib tashlashimiz kerak. Do'stlar, sizlar qaysi nimaga keldinglar? Qaysi anaqaga keldinglar? Qaysi biriga keldinglar? Kommentariyaga tezroq tushib yozib ketinglar do'stlar. Qani unda sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsanglar, men videoni boshladim. Xo'sh do'stlar, meni bu birinchi videom, shuning uchun qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman do'stlar. Men bilasizlar, umuman Kibir Rating degan narsani kam o'ynayman do'stlar. Kam o'ynayman. Shuning uchun u yo'q qo'llab turasizlar degan umiddaman do'stlar. Xo'sh do'stlar, unda biz Kibir Ratingga boshlaymiz. Bitta o'zimiz bo'lsa yoki otryad bilanmi? Davay otryad bilan bosamiz. Otryad bilan bosgan chunki bossak juda ham qulayroq bo'ladi sizga. Qanday aytgan? Ozgina kamzada ungacha biz bu var emotsiyasini kim oldi do'stlar, bu emotsiyani? Do'stlar, Alisher Extreme aytishlaricha Free Fire'da shu обновлениеdan keyin LOL emotsiyasi bor-ku. LOL emotsiyasi. Screenshotni topsam ekranga qo'yib ketaman. Shu emotsiyani shu obnovlениеdan keyin kuni noma'lum shuni tekinga Free Fire o'yinchilarga tarqatadi deb eshitdim do'stlar. Qani birgalikda inshaalloh birgalikda ko'ramiz, xudo xohlasa. Do'stlar, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ysa turgan bo'lsanglar, juda hammasi yaxshi do'stlar. Aytgancha bu Qzermer gildiyasiga kimni o'tkazib kelsa, ya'ni men bilan o'ynab kelsa, Qzermer gildiyasida bemalol murojaat qilaverasizlar. Telegram kanaliga o'tasizlar. Telegram kanal Vortex tasodiflar. Bemalol gildiyaga proverkasiz olaman do'stlar. 5 ta odamgacha proverkasiz olaman do'stlar. Mana hozir gildiyada xo'sh bitta odam bor. Shu 5 ta odamgacha proverkasiz olaman do'stlar. Mayli, 5 ta ham demayman, 6 ta odam bor. Mana bu birinchi odam bo'lsa, shu 6 ta odamgacha proverkasiz olaman do'stlar. Tezroq topib qolinglar. Mana gildiya. Qzermer gildiyasi. Mana. Birga o'ynaymiz, birga rank rating ko'taramiz, video turnirlardan qatnashamiz. Obunachilar. Do'stlar, botlarni u buni tashamanglar. Men video olayotgan paytim dovdirab qolishim mumkin do'stlar. Men dovdirab qolaveraman. Shuning uchun u buni tashamanglar. Ketdi do'stlar, ketdi. Bu animatsiyani kim oldi do'stlar? Ketdi do'stlar. Man 4 ta o'lim bosdim shekilli. Do'stlar, qo'rqmang, davay mana yo'lga chiqamiz. Davay mana yo'lga chiqamiz. Mani atletlarim, komandadoshlarim qayerda ekan? Men 4 ta odam bo'lib bosuvdim. Ko'rdinglar-ku o'zinglar. Ketdi do'stlar. Voy. Qanaqasiga bitta odam bu? Xo'p, ketdi do'stlar. Xo'sh.
Svez bo'lmayapti, hozirgina ko'rdinglar, orqaga qaytarib yubordi. Svez bo'lmayapti do'stlar, shuning uchun. Bu odam. Hech ketmaydi-ku bu da. Mana shu. Odam keldi. Mana shu. Ko'ryapsizlar, menda qo'ryapti shuning uchun. Sit qotyapti shuning uchun do'stlar. Тут есть ресурсы. Ahamiyat bermaysizlar. Nima bu? Oh, yumpi. O bo'ldim. O bo'ldi, balkim. O, bas qilarsan balkim. Voy. Sviyazni qarang. Non qarang. Sap-sariq o'yapti. Sviyazni qarang. Voy. Qaytga ketdi endi bu yerga. Voy. Dekordan qo'ldan chiqarib o'tiramiz. Do'stlar, sizlar ungacha kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib o'tiringlar. Voy. Keldi. Yukong har tarafga chachrab ketadi va Все, solution. Senga var emotsiyasi. Ko'rib turgan bo'lsang kerak, ko'rmasang mana oldinga borib ko'rsataman. Mana senga, tushundingmi? Давай, короче. Oh, Drababik do'stlar, Drababik. Lekin Drababik bilan Тут есть ресурсы. uzoqroqqa nima bora olamanmi bilmayman, lekin popani 100 ta o'q qilyapti, hapga to'lib qolmasa bo'ldi. Yo'q. Mana o'zimni arjamni qaytarib ola qolay. Xo'sh do'stlar, sizlarga ishonchli olmos solish xizmatlari kerak bo'lsa do'stlar, men sizlarga hozir Telegram kanal tavsiya qilaman. Bu kanalda do'stlar arzon olmos servislari bor. Masalan, 12,000 so'mga 100 ta olmos deganlaridek muhimi ishonchli do'stlar. Muhimi olmoslar tushadi. Muhimi ishonchli. Men ham soldirgan bo'lardim, lekin pulim yo'qligi sababli soldira olmayapman. Agar ko'p vaqtdan beri olmos soldirgilar olmos akkauntinglarga olmos soldirgilar kelib yursa-yu, faqat qanaqa solishni bilmasanglar, unda bu olmos servis aynan siz uchun ishlaydi degarim. Qo'shdi mana. Voy. Bu uzoqda bu. Bunga to'xtab qolishga bo'lmaydi bunga. Voy, bu aptechka. Qolaylik, vibrat qilib olaylik. Все. Killni hordayim. Dabit qilib yurish kerak, lekin hozirgi vaziyatda
Xayr. Тут есть ресурсы. Katana. Uni o'rniga mana X8 ni olib olsam, ancha yaxshiroq bo'ladi menimcha. Ta'mirlab olamiz va ketdik do'stlar. Qo'ziqorin yeb olamiz. Bu yerda yurak bor ekan. Men bitta ekanman. Shuning uchun bu yurakka turib, men hozir mana bunaqa qilib turib do'stlar. Men o'zimga qo'shimcha bitta yurak olsam bo'ladi. Bo'lish kerak edi. Adashmasam. Xo'sh. Xo'sh. Odam kelib qolmasa, yo'q, foydasi yo'q. Men atrab bosdim, lekin bu qanaqasiga bu? Ha, mana kelyapti. Yo'q, qochadi endi. Eksen bo'lsam bilan o'zi nok bo'lib ketadi, men bo'lsam ketaveray. Baribir topib olgan odam uni ko'tarishga harakat qilmaydi. Ko'taraman. Komandasidagi odam bo'lsa, ko'tarishga harakat qiladi. Nimalar bor ekan? Yaxshi bo'ldi, ishlayapman oldim. Mana. Тут есть ресурсы. MP5 bor ekan. Normaliy orujlar bor ekan, do'stlar. Kim Free Fire o'ynaydi, kim PUBG o'ynaydi, kommentariyaga yozib ketinglar. Agar PUBG o'ynasanglar, men PUBG o'ynayman denglar. Agar Free Fire o'ynasanglar, men Free Fire o'ynayman denglar. Agar mayli Minecraft o'ynaydigan bo'lsanglar, men Minecraft o'ynayman deb o'zingizlarni o'ynaydigan o'yinlarni kommentariyaga yozib ketinglar. Agar kommentariyani ochiq qilib ketadigan bo'lsam, agar yopib ketadigan bo'lsam, mayli yozib qo'yinglar. Buni kim tashlab ketdi? Bunaqa kim chaqirdi bunaqa qilib? Buni ustiga endi qanaqa chiqamiz o'zi? Bo'lib chiqib bo'lmaydi buni. Odam. Hozir keladi-ku, kelyapti mana. Mana bo'ldi. Tep pasiga mashina qilib minani mashina qilib turamiz dedi. Irg'itamiz. Bum. Bo'ldi. Xo'sh, droni bor ekan, o'qlari bor ekan, nimalar bor ekan boshqa? Mas edi. 6lik dravashga patron, lekin 6lik dravashni o'zi yo'q do'stlar. Eksen bo'lsam bilan yumfini o'qib ketsiz menda endi. Mana mashina o'zimga tegyapti, jahlimga tegyapti, shuning uchun yo'qib tashlayman. Birato'da. Ketdi sentrga qarab. Bu mashina kim biladi, kim bilmaydi, bu mashina suvda ham yuradi do'stlar. Bu mashina suvda ham yuradi hattoki do'stlar. Bu mashina bilan o'ynamanglar umuman.
Bu mashina suvda ham ketaveradi. Xo'sh, musor axlatlarni tashlavoramiz. Yo, odam. Sizni ko'rmay qoldim-man. Yo'q, to'xtamas ekanda bu. Sizni ko'rmay qoldim-man, uzr. Men sizni ko'rmay qoldim, uzr. Yo'q, palakat. Mana всё, bu yoqda. Men sizga va'da berdim, yaxshi olaman deb va'da bermadim, to'g'ri bosamiz deb aytdim. To'g'ri bosdik, bu yaxni olib ketdik esa. Zavododan Platina birga ko'tarildim. Mo'ro bo'lsa. Come on, I told you I would find. Men bilan o'ynaydiganlar bo'lsa, gildiga qo'shilib keladiganlar bo'lsa, bemalol Telegram kanalga murojaat qilsa bo'ladi. Telegram kanal Vortex sahobatlar. Hoy. Do'stlar, kim animatsiyani oldi-yu, kim ololmayapti do'stlar. Agar olgisi kelib yurganlar bo'lsa, men mayli, hech nima. Do'stlar, men sizlar bilan xayrlashmayman, aksincha ko'rishguncha qolaman. Ko'rishguncha sog', salomat bo'linglar.